Iloji bo'lsa shu videoni oxirigacha ko'rishga harakat qilinglar. Bu videoni qilishimdan maqsad kimlardir oldiga borib yuzma-yuz gaplashgani botinlanmasligi mumkin yoki hijolat tortishi mumkin. Men ham bu videoni qilishimdan maqsad shu meni kuzatib borayotgan insonlar yoki ko'rib eshitayotgan insonlarga oldilaringga borib bu so'zlarni gapirolmasligim mumkin. Chunki hijolat degan narsa bor. Bir hayotimizda qanaqadir kichkinagina ishlar bilan kimlardir qalbini tog'dek ko'tarib xursandgarchilik ulashishimiz mumkin ekan-ku, qanaqadir kichkina bir gap so'z yoki ish bilan kimlardir qalbini shu tog'ni parcha-parcha qilgandek parcha qilib yuborishga sabab bo'lib qolar ekanmiz-da. O'zim bilgan va bilmagan holda shu meni ko'rib, kuzatib, eshitayotgan insonlar sizlardadir qanaqadir gap bilan yoki ish bilan qalblaringga ozor bergan bo'lsam, meni kechiringlar. Bu narsa oilada, ko'cha-kuyda, qo'ni-qo'shnilar o'rtasida, aka-ukani, do'stlarning o'rtasida ham bo'lishi mumkin. Shu qanaqadir ish bilan yoki so'z bilan sizlarning qalblaringga bir ozor bergan bo'lsam, sizlardan kechirim so'rayman. Ming bor uzr. O'zi hayotimiz juda ham tezlashib ketdi. Ertaga nima bo'lishini bilmaymiz. Shuning uchun oldindan sizlarga ushbu murojaatim, sizlarning oldilaringga borib bu gaplarni gapira olmasligim mumkin. Video orqali yetkazishga harakat qildim. Aybga buyurmaysizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshilikda ko'rishguncha.